Fatima onamiz chiday olmay bor ovozda yig'lab yubordilar. Payg'ambarimizning ayollari ham yig'lay boshlagach, sahobalar tushunishdi. Ali roziyallohu anhu go'yo toshdek qotib qoldi. Ko'zlari yoshga to'la edi. Usmon roziyallohu anhu jim edi. Go'yo tili bog'lanib qolgan edi. Ammo Umar roziyallohu anhu bu dahshatli lahzada o'zini yo'qotib qo'ydi. Allohning rasuli o'lgani yo'q, u tirik. U xuddi Musa alayhissalom kabi qushdan ketgan xolos. Kim Muhammad o'ldi desa, uni qilichim bilan chopaman. O'sha paytda Abu Bakr Suhundagi uyida edi. Xabarni eshitishi bilan darhol yetib keldi. Hech kimga qaramay to'g'ri hujraga kirdi va payg'ambarimizning muborak yuzlarini ochdi. Peshonasidan o'pib yig'ladi. Hayotlik chog'ingizda ham go'zal edingiz. Vafotingizda ham go'zalsiz, ey Allohning rasuli. So'ng yuzlarini qayta yopib tashqariga chiqdi. Qarshisida nima qilishini bilmay qolgan sahobalar turdi. Hamma yig'lar, qayg'u va tushkunlikdan o'zini yo'qotgan edi. Umarning so'zlarini ham eshitgan edi. Kimki Muhammadga sig'inayotgan bo'lsa, bilsinki Muhammad vafot etdi. Kimki Allohga ibodat qilayotgan bo'lsa, bilsinki Alloh tirikdir va aslo o'lmaydi. Alloh aytgan, Muhammad faqat bir rasul xolos. Undan avval ham rasullar o'tgan. Agar u o'lsa yoki qatl qilinsa, orqangizga qaytasizmi? Kimki orqasiga qaytsa, Allohga hech zarar yetkaza olmas. Va Alloh shukr qiluvchilarni mukofotlar. Bu oyat aslida Uhud kuni mushriklar Muhammad o'ldirildi degan yolg'on mish-mish tarqatganlarida nozil bo'lgan edi. Sahobalar bu oyatni 100,000 martalab o'qigan bo'lsalar-da, o'sha g'amli lahzada butunlay unutib qo'ygandilar. Ammo Abu Bakr bu birgina oyat bilan hammani tinchlantirdi. Bu so'zlarni eshitgach, sahobalar o'zlarini asta-sekin qo'lga ola boshlashdi. Nihoyat Allohning rasuli vafot etganlarni qabul qildilar. Umar ham o'ziga kelib, Rasululloh o'lmagan deyishni to'xtatdi. So'ng Umar dedi: "Bu oyatni birinchi marta eshitayotgandek bo'ldim." Ha, Madina o'z tarixida hech qachon payg'ambarimiz alayhissalom kelgan kundagidek quvonchni his qilmagan. Endi esa eng chuqur qayg'u va hasratni boshdan kechirmoqda edi. Ko'zlardan yoshlar quyilar, qalblar g'am alamga to'la edi. Lekin birgina qayg'u bilan ish bitmas edi. Endi nima qilamiz? Xalifa saylanishi kerak edi. Musulmonlarga bosh bo'ladigan, islom qonunlarini davom ettiradigan xalifa, u butun ummat uchun panoh bo'lishi lozim edi. Kun-u tunini islom xizmatiga bag'ishlaydigan inson kerak edi. Sahobalar to'plandilar. Bu buyuk mas'uliyatga eng munosib kishi Abu Bakr edi. Makkada ilk u iymon keltirgan. Hijratda payg'ambarimizning hamrohi g'ordagi 2 kishidan biri edi. Rasululloh xastalik paytlarida u kishiga ishora qiluvchi aniq belgilar bergan edilar. U zot masjiddagi barcha eshiklarni yopishni buyurdilar, faqatgina Abu Bakrning eshigini ochiq qoldirdilar. Uni namozga imom qilib tayinladilar. Imomlik, ya'ni yetakchilik vazifasini berdilar. Namoz islomning ustunlaridan biri. Sahobalar ichidan barcha musulmonlarga imomlik qilish uchun aynan Abu Bakrni tanladilar. Abu Bakr islom va musulmonlar uchun borini fido qilishdan chekinmas edi. Hatto biror kun ham qo'shinga qurol kerak bo'lganda hech kim qila olmaydigan fidoyilikni ko'rsatdi. Bor budini, butun boyligini olib keldi. Allohning rasuli so'radilar: "Ey Abu Bakr, oilangga nima qoldirding?" Ularga Alloh va uning rasulini qoldirdim.
Me'roj kechasining ertasiga mushriklar Allohning rasulini masxara qilayotganlarida, Badr, Uhud va Xandaq janglarining eng og'ir kunlarida ham Abu Bakr hamisha u zotning yonlarida edi. Shu sabablarning barchasiga ko'ra payg'ambarimizdan keyin xalifa bo'lishga u eng loyiq zot edi. Shunday bo'ldi ham. Sahobalar to'planib maslahatlashganlardan so'ng Abu Bakr islomning birinchi xalifasi etib saylandi. Ertasi kuni peshin vaqti edi. Butun Madina ahli hamon yig'lab masjidni to'ldirib namoz o'qimoqda edi. Har doimgidek Bilol azon aytishni boshladi. Lekin u ashhadu anna Muhammadar Rasululloh degan jumlaga yetganida tomog'i bo'g'ildi. Ovozi titradi. Jumlani oxiriga yetkaza olmadi. U odamlarni namozga chorlashi kerak edi, lekin qila olmadi. Dardiga chiday olmay yig'lab yubordi. Hamma baravar yig'lar edi. Bilol payg'ambarimizsiz bo'lgan Madinani tasavvur ham qila olmas edi. Boshqa azon ayta olmasdi. Endi har burchaga Allohning rasulini yodga soladigan bu shaharda qolishni istamasdi. Bir necha yil o'tgach Shomga ketdi. Payg'ambarimiz alayhissalomning muborak jasadlarini Ali roziyallohu anhu yuvdi. U zotni yuvar ekan mushukdek bir ifor taralar edi. Bu hidni ilgari hech kim tuymagan edi. Seshanba kuni tushga yaqin yuvish va kafanlash ishlari yakunlandi. Sahobalar kelib janoza namozini o'qidilar. Allohning rasuli bir vaqtlar shunday degan edilar: payg'ambarlar vafot etgan joyga dafn etiladi. Shuning uchun Abu Bakr ko'rsatmasi bilan Oysha onamizning hujrasiga aynan vafot etgan joylarga dafn qilindilar. O zot: biz payg'ambarlar meros qoldirmaymiz. Bizdan qolgan narsalar sadaqadir degan edilar. Hatto Saudlar ham arpa evaziga bir yahudiyda garovda turgan edi. O zotni tanimagan kishi uchun ham buning o'zi yetarli edi. Shunga qaramay, o zot sizga buyuk bir meros qoldirdilar. 2 omonat: Qur'on va sunnat. O zot o'z vazifalarini a'lo darajada bajardilar. Endi navbat bizniki. O zot bayroqni bizga ishondilar. Uni yuksaklarga ko'tarib, butun dunyoga yoyish endi bizning mas'uliyatimizdir. Hozir uyda o'tiradigan vaqt emas. Bu omonat bayroq qadam tashlashimizni kutmoqda. Yuksaklarda xilpiraydigan kunlarni sog'inmoqda. Dunyo bu xabarni intizorlik bilan kutmoqda. U johiliyat zulmatidan chiqib, iymon nuriga, Qur'on nuriga qadam qo'yishni kutmoqda. Insoniyat ma'naviy xastadir. Ruhlari azobda, ammo najot yo'lini topa olishmayapti. Davo qo'limizda ekan, qachongacha qarab turamiz? O'z safarimizni boshlash vaqti kelmadimi? Ummatingiz uchun yashadingiz ey Allohning rasuli, lekin bizchi? Ummatingiz oxiratini qutqarish uchun tunlarni bedor o'tkazdingiz, biz esa o'zimizni o'ylayapmiz. Eng og'ir sinovlarda ham o'z yo'lingizdan qaytmadingiz. Biz esa eng kichik qiyinchilikda ham adashib qolyapmiz. Hali ham bizni kutmoqdasiz. Bizni birodarlarim va opa-singillarim dedingiz, lekin shu nomga loyiqmizmi? Faqat sizni sevamiz deyish kifoyami yoki sunnatingiz bilan yashash, hayotimizga tatbiq etishmi? Hozir uyg'onish vaqti keldi. Siz ko'z yosh to'kkan ummat sifatida sizga loyiq bo'lish vaqti keldi, ya Allohning rasuli. Yo'lingizni, da'vatingizni va merosingizni mahkam tutishga va'da beramiz. Bugun ko'p narsani o'zgartiramiz. Bugun sizning namunangiz asosida yashashni boshlaymiz. Siz sog'ingan o'sha birodarlar bo'lish sari qadam tashlaymiz. Hozir bu videoni ko'rayotgan birodarim, opa-singlim, sizga aytar so'zim: